e'tibor bering, immunitet kuchli bo'lmasa ro'za qiyin o'tadi. Qishdan keyingi holsizlik, quvvat pasayishi, shamollash erkaklar uchun jiddiy signal. Prostamix tabiiy tarkib immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Erkaklar quvvati va umumiy holatga ijobiy ta'sir qiladi. Ro'za oyiga tayyorgarlik hozirdan. 50% aksiya faqat cheklangan miqdorda. Hech qolmang, mutaxassisdan bepul konsultatsiya oling. 55 kodi bilan 513 9999 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Financial Times agentligining axborotiga ko'ra, Eron mamlakatda havo hujumidan mudofaa tizimini tiklash sa'yi harakatlari doirasida Rossiya bilan 500 million yevro miqdorida ko'chiriluvchi, aniqrog'i mobil zenit raketa tizimlari sotib olish bo'yicha maxfiy kelishuv tuzgan. Financial Times'ning o'z manbasiga tayanib bildirishicha, kelishuv 2025-yilning dekabr oyida imzolangan va unga ko'ra Rossiya 3 yil davomida Eronga 500 ta ko'chiriluvchi zenit raketa tizimlari bilan birga ushbu tizimlar uchun 2,5 ming raketa yetkazib berish majburiyatini olgan. Financial Times'ning ochiqlashicha, Rossiya allaqachon o'z majburiyatlarini bajargan holda Eronga raketa tizimlari va albatta Qo'shma Shtatlarning ehtimoliy hujumidan oldin raketalarni yetkazib berishni yo'lga qo'ydi. Nashrning yakuniy xulosasiga ko'ra, Tehron 2025-yil yozida Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil zarbalari natijasida zaiflashgan havo hujumidan keyin o'zini mudofaa tizimini qayta tiklashga shu yo'l orqali erishmoqda va Moskva bu yo'lda Tehronni qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Eshitmaganlar uchun eslatma, Axios agentligining xabar berishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari agar 48 soat ichida yadroviy kelishuv bo'yicha batafsil taklif olsa, 27 fevral kuni Jenevada Eron bilan yangi muzokaralar boshlashga tayyor ekanini bildirgan. Axios'ning ta'kidlashicha, bu ehtimol Trump tomonidan harbiy operatsiya boshlanishidan oldin Eronga berilayotgan so'nggi imkoniyat bo'lishi mumkin. Ammo Axios'ning urg'u berishicha, Oq uy Tehronni ham zarbadan keyin qarab o'tirmasligidan xavotir olmoqda. Sababi Rossiyadan tashqari Eronga Xitoy ham qurol-yarog' yetkazib berishni yo'lga qo'ygan. Va ayni paytda Pentagonda Pekindan Tehronga qanday harbiy texnika kirib borgani haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Aniqrog'i, Xitoyning Eronga qanday qurollar bergani hozircha noma'lum va bu qurollar Eronning Qo'shma Shtatlari shuningdek Isroilga javob zarbasida butun dunyoga ko'rinish berishi mumkin. Eslatib o'tamiz, 22 fevral kuni Reuters agentligining ochiqlashicha, Qo'shma Shtatlar o'zini samolyot tashuvchi Abraham Lincoln kemasini Tehronning javobidan qo'rqib Erondan uzoqroq masofaga ko'chirdi. Endi Meksikada dunyoga mashhur narkobaronlardan biri Elmenchoni o'ldirilishidan keyin boshlangan tartibsizliklar haqida qisqacha so'z yuritamiz. Sky News agentligining axborotiga ko'ra, 22 fevral kuni Meksika armiyasi Jalisco shtatida Nemesio Asigera Cervantes, ya'ni Elmenchoni qo'lga olish operatsiyasi davomida uni yaralagan. Oradan ko'p o'tmay esa narkobaronning o'limi haqidagi xabar tasdiqlangan. Sky Newsga ko'ra, Elmenchon o'limi e'lon qilingandan keyin Meksikaning Jalisco, Tamaulipas, Michoacan, Guerrero va Nuevo León shtatlarida tartibsizliklar boshlangan. Qo'shma Shtatlar hukumatı esa o'zini Meksikadagi fuqarolariga xavfsiz hukumat binolariga yashirinishni maslahat bergan. Ammo shunisi borki, Sky Newsga ko'ra, hozirda Meksikani tartibsizliklar va qurolli to'qnashuvlar bo'y ko'rsatgan shtatlarida tahdiddan xoli bo'lgan hukumat binosini o'zi qolmadi. Politsiya mahkamalari va harbiy infratuzilmalarga Elmenchoni odamlar hujum qilib, ularni vayron etgan. Bundan tashqari Jaliscodagi bir nechta avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari yoqib yuborilgan. Xullas, Meksikaning ko'plab shtatlari olov ichida qoldi. Endi Kiyevni Ursula von der Leyenga yo'llagan yangi murojaatiga to'xtalamiz. E'tiborli bo'ling.
Politico agentligining axborotiga ko'ra, Kiyev Yevrokomissiyadan Slovakiya va Vengriyaga neft yetkazib berishni alternativ yo'nalishlar orqali amalga oshirishda yordam so'rab murojaat qilgan. Shuningdek, murojaatda Kiyev talofat ko'rgan Drujba neft qurini ta'mirlash ustida ish olib borayotganini ham ta'kidlagan. Avvalroq Vengriya tashqi ishlar vaziri Petr Siarto Kiyev siyosiy sabablarga ko'ra quvur ishini qayta tiklamaganini aytgan edi. Slovakiya bosh vaziri Robert Fico esa Ukraina tomoni ishlarni ataylab cho'zayotganini qo'shimcha qilgan. Eng fojialisi shuki, 22 fevral kuni Slovakiya bosh vaziri Robert Fico Zelenskiyni Slovakiyani Ukrainaga elektr energiyasi yetkazib berishni to'xtatish haqida ogohlantirdi va agar Kiyev Drujba neft quvuri faoliyatini qayta tiklamaydigan bo'lsa, Slovakiyadan Kiyevga elektr energiyasi yetkazib berishga ham nuqta qo'yiladi. Bu esa ayni paytda Kiyev uchun haqiqiy fojia degan gapdir. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.